Zahiriddin Muhammad Bobur, atoqli o'zbek shoiri, mutafakkir va tarixchi, Hindistonda Boburiylar saltanatining asoschisi, Farg'ona hukmdori. Temur va Chingizxon avlodidan bo'lgan u O'rta Osiyoda hokimiyat uchun tinimsiz urushlar olib borib, so'ngra Hindistonni bosib olib 300 yil davom etgan davlat tuzadi. U mashhur Bobur nomi avtobiografiyasining muallifi. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim, ko'nglimdan o'zga mahrami asror topmadim, jonimdek o'zga jonni dilafgor ko'rmadim, ko'nglim kibi ko'ngilni giriftor topmadim, usruk ko'ziga toki ko'ngil bo'ldi mubtalo, hargiz bu telbani yana hushyor topmadim. Emas oson bu maydon ichra turmoq, nizomiy panjasiga panja urmoq. Kerak sher oldida ham sher jangi, agar sher o'lmasa bori palangi. Tishingdir labing marjon, hading gul, hating rayhon, yuzing hur, soching anbar, so'zing gul, mening meynon. Meynon mening so'zing gul, anbar soching yuzing hur, rayhon hating gul, marjon labing tishingdir. Tafoxur ko'zim ko'nglim qilarlar, mangar bordir. Ko'zingga ko'ngil vola, yuzimga ko'zim hayron. Hayron ko'zim yuzingga, vola ko'nglim ko'zingga, bordir mangar qilar ko'nglim, ko'zim taxofur. Alisher Navoiy, Hanuz g'azali. O'zga bo'ldi yoru mehri, menga boqiydur hanuz. Notavon ko'nglimda ul oy ishtiyoqidur hanuz. Garchi o'zga yor istar xotirim bordur valik, jon anga manzil ko'ngil oning visoqidur hanuz.